Mana yana bir xizmatimizni o'z nihoyasiga yetkazmoqdamiz. Ko'rishingiz mumkin, bu xizmatimizda oqpamukli tunkalarimizdan foydalangan holda juda ham go'zal holatda qilib bitirib berganmiz. Bu xizmatimizda ko'cha shapka, dorizaxona va ichkari shapkalarni qilib juda ham go'zal holatda qilib bitirib bermoqdamiz. Ha azizlar, mana dorizaxonalarni ham ko'rishingiz mumkin. Dorizaxonalari ham juda ham hayratlanarli, juda ham go'zal holatda qilib bitirib berilgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Mana ichkari shapkalarni ham ko'rishingiz mumkin. Ichkari shapkalar ham juda ham go'zal holatda qilib bitirib berilgan. Ha azizlar, eslatib o'taman, joyning kvadratidan tulkaning kvadrati ko'proq ketadi. Chunki tulkaning bukilishi va muzqatilishi ham shunisini ham inobatga olib qo'yamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerlarni ham juda ham go'zal holatda qilib bitirib berganmiz. Mana bu kazirolarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu kazirolarni ham o'ta go'zal holatda qilib bitirib berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Ha azizlar, eslatib o'taman, biz oldin vodiy bo'ylab ishlayotgan edik. Endi Sirdaryo, Samarqand, Jizzax bo'ylab ham ish boshladik. Shu yerlardan bo'lsangiz ham ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Telegram va WhatsApplarimiz ham bor. Musofirda bo'lsangiz ham bog'lanishingiz mumkin. Ishimizni ko'rib, o'z fikringizni kommentariyada qoldirib qo'ying va bu videoni telefon qildirmoqchi bo'lib yurgan tanishingizga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.